Demak, aziz tomoshabinlar, ijtimoiy ish asosladigan fandan navbatdagi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz ijtimoiy ishda axloq kodekslari. Ijtimoiy ishda axloq kodekslari, ya'ni bu yerda xalqaro kodekslar va O'zbekistondagi kodekslar. Rejamiz axloq va kodeks tushunchalari, axloq kodekslarining mohiyati va vazifalari, xalqaro axloq kodekslari, axloqiy qadriyatlar va prinsiplar, xalqaro va milliy axloq kodekslari umumiyligi. Vaqtimiz yetguncha imkon qadar bugun mana shular haqida gaplashamiz. Demak, kodeks so'zdan nima qilib boshlaylik? Kodeks o'zi nima degani? Bu so'z qayerdan kelib chiqqan? Bu so'z ko'pgina boshqa so'zlar kabi lotin tilidan kelib chiqqan so'z hisoblanadi. Bu yerda kodeks degan so'zdan lotincha, ya'ni ijtimoiy munosabatlarning muayyan bir turdagi sohasini tartibga soluvchi sistemlashtirilgan, tizimlashtirilgan yagona qonun hujjati hisoblanadi. Professional kodeks, ya'ni professional axloq kodeksi deb aytadilarki, bu muayyan kasbga mansub bo'lgan odamlarning qadriyat va qadriyatlariga oid bo'lgan axloq normalari majmui deb aytishimiz mumkin. Mana shu narsa professional axloq kodeksi deb aytiladi. Kodekslar nima uchun muhim? Kodekslar ahamiyati nimadan iborat? Ya'ni bu yerda kodekslar mutaxassisning mazkur kasb, ya'ni muayyan bir kasb uchun xos bo'lgan murakkab axloqiy vaziyatlardagi xulqini tartibga soladilar. Sotsiumdagi, jamiyatdagi professional hamjamiyat maqomini oshiradi. Mazkur kasb egalariga bo'lgan ishonchni shakllantiradi. Kodeks degan kasbga tegishli bir birlikning ahamiyatini kuchaytiradi. Uning qabul qilinishi bilvosita intilishida marosimi kasbga bag'ishlash haqiqati bo'lib hisoblanadi. Ya'niki, masalan, tibbiyotda biz bilamiz nimani? Gipokraт degan qasam bor. To'g'ri, mana shu tibbiyotdagi kodeks asosiy kodeks hisoblanadi. Axloqning professional kodekslari ikkita ma'naviy vazifani bajaradilar. Ikkita asosiy vazifasi bor. Birinchisi nima? Ular jamiyat uchun sifat kafolat bo'lib xizmatlardir. Ikkinchisi, xodimlarning mazkur kodekslar ishlab chiqilgan sohadagi faoliyati va faoliyat standartlari va cheklovlari to'g'risidagi ma'lumotlarni qamrab oladi. Ya'niki, nimalar qilish mumkin, nimalar qilish mumkin emas. Kodeksning asosiy vazifasi mana shu ikki narsani ajratib ko'rsatadigan nimadir. Kasbiy axloq kodekslari, professional kodekslarida turli xil muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Qanday muammolar bo'lishi mumkin? Bular birinchi navbatda muayyan bir sohadagi mutaxassis uchun ushbu kasb a'zolari intilishi lozim bo'lgan va o'z amaliyotida ularni boshqarish kerak bo'lgan ideal talablar majmuasini e'lon qilish. Ikkinchisi, kasb vakili amal qilishi lozim bo'lgan sharoitlar minimumini belgilash, ya'niki intizomiy xususiyat. Uchinchisi, kasb odob axloq qoidalarini shakllantirish va boshqalar. Mana shu asosiy kodeks asosiy xususiyatlari bor, buni keltirganmiz. 4 asosiy xususiyat, bu har biriga alohida maqolamiz, vaqtimiz sal chegaralangan. Ya'ni birinchi xususiyat, kodeks tartibga soluvchi aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ikkinchisida, kodeks ijtimoiy manfaatlarni va kasb xizmat ko'rsatuvchilarning manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni qonuniy tartibda nazarda tutilib berdi. Uchinchisi, demak, kodeksda aniq ifodalangan bo'lishi lozim. Ya'niki, aniq ifodalangan bo'lishi kerak va oxirgisi nazorat qilish vazifasiga ega bo'lishi, shuningdek professional hamjamiyatda a'zolarga nazorat qilish imkoniyatini taqdim qilish lozim. Shu yerda bitta qo'shimcha ma'lumot qilib qo'yamiz. Xalqaro darajada eng birinchi kodeks ijtimoiy sohasida 1920-yilda Meri Richmond degan ijtimoiy xodim, amerikalik ijtimoiy xodim tomonidan ishlab chiqilgan va bu o'sha asosiy xalqaro kodeks sifatida tan olingan, birinchi xalqaro kodeks sifatida tan olingan. Demak, hurmatli aziz tomoshabinlar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalni kuzatib boring. Hammangizga tashakkur etamiz.